Agar shaxmat o'ynagandek o'ynaganimda 7 o'lchab bir sursaydim ot, bo'lmas edi har qadamda mot. 2025-yilning eng yaxshi sportchisi yo'nalishi bo'yicha Elon Muskning mukofoti taqdimotini e'lon qilish uchun sahnaga Shashka sport treneri Bahodir Ubaydullovni taklif etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, aziz mehmonlar, o'qituvchilar. Hozirgi she'rni ma'rifi bilasizmi? Lekin Vohidov bo'ladi. Xullas, mana shunaqa tadbirlarda o'tkazilishidan xursandman. Chunki har bir natijaga erishayotgan, har bir yutuqqa erishayotgan yoshlarni albatta o'zini iqtidoriga yarasha taqdirlash kerak deb o'ylayman. Chunki zero ularni taqdirlash, ularning orqasidan o'sib kelayotgan yoshlarga motivatsiya bo'ladi. Shuning uchun har bir yoshni mana shunaqa chiroyli taqdirlasak, ular yana ham nima bo'ladi ularga? Motivatsiya bo'ladi. Demak, yilning eng yaxshi sportchisi. Kitega 2025-yilning eng yaxshi sportchi yo'nalishi bo'yicha Elon Muskning mukofoti sohibasi hamda sohibi 2025-yil Toshkent shahrida 23 yoshgacha yoshlar o'rtasida 64 katakli Shashka bo'yicha Jahon kubogida kumush medali sohibasi va sohibi 8-A sinf o'quvchisi Rushana Ilyashaliyeva hamda 9-A sinf o'quvchisi Shukrullo Salomov. Sizlardan oldingi akalaringiz, opalaringiz bilasizlar, Burxonov, Umirbek, Tunibayeva, Sadoqat kabi jahonda 5 karra jahon chempioni bo'lasizlar. Maylimi? Va'da berasizlarmi? Hammaga rahmat. Tabriklayman.